Assalomu alaykum. Ikkita xonani isitadigan pechkalarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu pechkalarimiz hamma yo'q polностью qalin listlarda bo'ladi. Tozalaydigan joylari katta bo'ladi. Bulardan bemalol qo'l chiqib tozalasanglar ham bo'ladi. Duxovkalar ham katta bo'ladi. Ichidagi hamma yonboshli listlar hamma yo'q bitta qalin lista bo'ladi. Ichidagi ham yukali sinaqa aralashmaydi. Bu yerlari kapalak deb qo'yamiz. Kapalaklarda bu yerga g'isht qo'yib burilganda hamma issiqlik xonaning ichiga chiqadi. Eshiklari ham katta bo'ladi. O'tinlar, ko'mirlar bemalol solishga rosa удобный bo'ladi. Bu pechkamiz xuddi shuni o'choqli varianti. Bu yerga qozon qo'ysanglar bo'ladi, boshqa suvlar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Listlari qalin pechli listlarda bo'ladi. Bu pechkamizni xonalari ham rosa katta, zo'lni yashiklari katta bo'ladi. Buni mangal qilib shashlik pishirib yesanglar ham bo'ladigan bo'ladi. Shu pechkamiz bu pechkamizni orqa ko'rinishi, bu yerda duxovkasi bo'ladi, bu yerda tozalaydigan bo'ladi. Bu pechkalarimiz narxlari bular hamma kraska bo'lgan tayyor holida 3.200.000 so'm, bular 2.700.000 so'm. Xuddi shuni oldisida eshigi tekkizi bor, ular 2.5 million so'm. Kimga shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib beramiz.